Barselona La Ligada hech qaysi klub qilmagan ish qilibdi. Sizni bundan xabaringiz bormi? Xabaringiz yo'q bo'lsa, jigar videoni oxirigacha ko'rib, men bilan ulagan kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz boshladik. La Liga tarixida hali hech bir klub barcha La Liga uchrashuvlarini yutmagan ekan, ya'ni yutgan ekan, lekin Real Madrid bu narsani qilgan ekan. Adashmasam 1900-yilda qilgan ekan bu narsani va u paytda turnir 18 ta jamoa ishtirok etardi. Hozirga kelib Barselona 20 ta jamoaning ichidan hech qaysi Barselona maydonida g'alaba qozonmagan. Barselona bo'lsa hammasini tormor etib, Barselonada La Liga rekord o'rnatildi. Endi bu rekordni menimcha hech kim takrorlamasa kerak. Sababi Barselona qilgan ish bu juda ham katta mashaqqat, o'z uyida Camp Nou'da va Montjuikda va Johan Cruyff stadionida hali umuman yutkazmabdi. Eng qizig'i Barselona Lionel Messi Camp Nou kelgandan beri uchrashuvlarda umuman yutkazmagan. Bu tarixiy lahzalarda biz uchun. Chunki Messi kelyapti va bilmadim, Messining oyog'i yaxshi kelgan bo'lsa, Messini eshitganimizda Barselona muxlislari xursand bo'lishardi. Camp Nou ham xursand bo'lib, umuman hech qaysi klub Barselonani La Ligada uchrashuvlarda yuta olmabdi. Shunaqa Barselonani eng katta kanaliga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, kommentariyaga Barselona deb yozib ketamiz.